Assalomu alaykum hammaga. 30 kvadratlik kvartiramizga ham topli pol, ham radiator qo'yib berdik. Xo'sh, bu domda gaz yo'q. Sentralnidan radiatorlar qiziydi. Issiq suv, sovuq suv ham keladi, xuddi eski domlaga o'xshab. Xo'sh, undan tashqari biz mini kotelni ham yig'ib berdik, eng byudjetli variantda. 3 kilovatli elektrik kotel qo'yib berdik. Nasoslari bor. Gruppa безопасность, rashpaklari, hamma narsasi bor. Davlina berib qo'ydik, mana 2 davlina. Servis kelib endi yoqib beradi o'zi. Undan tashqari qo'shimchaga issiq suv zaxira uchun 30 litrli ariston ham qo'yib berdik. Topli pollarimizni boshqarish uchun расходоmerный kollektorlar ham расходоmerный kollektor plus двухходовый klapan haroratni boshqarish uchun. Ishimiz yoqqan bo'lsa, like ayamaysizlar.